narvonga odamlar oyog'ini artib tepaga chiqadi, to'g'rimi? Narvonning yuqoridagi pog'onasi pastdagi pog'onasiga aytar ekan, seni derkan jamiyatdagi o'rning mendan pastda turadi. Sen mendan xor ahvoldasan. Nega? Chunki odamlar avval loy oyoqlarini senga tozalab, keyin menga chiqishadi. Seni bosib, keyin menga. Ya'ni butun kirli ishlar senda bo'ladi. Shundan meni mavqeim balandda, men sendan ustunman kabi. Oradan yillar o'tdi, balki 1 yil, 5 yil, bilmadim, 10 yil. Kunlardan bir kunni narvonni egasi kelibdi va narvonni teskarisiga o'girib qo'ydi. Hayotda har doim shunday bo'lishi mumkin. Bugun biz yer bilan barobar ko'rayotgan biri ertaga bizni boshimizga kelishi mumkin. Bunga minglab misollar